Mana shu Labo avtomashinasi hozir hujjatsiz yurgan ekan. Gay xodim ushlab to'xtatib hujjatdan so'rab taqdim etolmadi. Endi mana evakuatorga ortilyapti azizlar. Mana reyd ketyapti. Labo avtomashinasi evakuatorga ortildi, lekin tema bugun gay xodimlarimiz boshqamas. Bugungi tema evakuatorlar temasi. İşçimiz bo'yicha evakuatorlarga odamlar 300 ming, 250 ming, 350 ming pul to'lashar ekan. Lekin aslida bu hokimiyat tomonidan belgilab berilishini bilarmidingiz va u qancha summaligini bilarmidingiz? Bilmasangiz bu videoni oxirigacha ko'ring. Sizga to'liq ma'lumot beramiz evakuatorga qancha pul to'lanishi kerakligi haqida. Begzod aka, haydovchilar tomonidan evakuator uchun beriladigan pulni hokimiyat tomonidan tasdiqlanishi haqida ma'lumot bering. Albatta, viloyat hokimiyati tomonidan demak 2024-yil 17-iyul sanasida mana jadvalni ko'rishingiz mumkin. Demak, tasdiqlangan formasi bor. Demak, bu bo'yicha evakuatorlar 6 kilometrgacha 50 ming so'm atrofida va 6 kilometrdan 10 kilometrgacha 84 ming atrofida narx belgilab qo'yilgan. Va mana shu jarima maydonchasida bir sutka 24 soat saqlanish muddati 60 ming atrofida chiqadi. Agar sizga 80 ming yoki 100 ming atrofida aytiladigan narx bo'lsa, demak jarima maydonidagilar sizni demak tushunmovchilikka solyapti va ular noto'g'ri ma'lumot beryapti. Sizni avtomobilingizni ortishga kelgan evakuatorda o'zi qanaqa hujjatlar bo'lishi kerak? Buni sizga to'liq ma'lumot Umidjon Pardayev beradi. Umid, ma'lumot ber. Yana bir muhim eslatma, avtomobilni olib ketish uchun kelgan evakuator haydovchisining yonida avtomobilni olib ketish uchun xizmat guvohnomasiga ega bo'lish kerak. Shu bilan birga stoyanka tomonidan berilgan ishonchnomaga ham ega bo'lish kerak. Siz buni undan so'raysiz. Agar mana shu hujjatlarni sizga ko'rsatib bera olmasa, siz avtomobilingizni o'sha evakuatorga ortishga majbur emassiz. Mana sizlar stoyanka va evakuatorlar haqida anchagina ma'lumotga ega bo'ldilaring. Bu ma'lumotni faqatgina o'zlari uchun emas, yaqin birodar, yaqin qarindoshlarga ham tashlab ogohlantirib qo'yamiz. O'z huquqingizni biling, bo'lmasa ular sizdan qasos oladi. Bu videoni barcha haydovchilarga yuborib, videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosib, bizning akkauntlarimizga obuna bo'lib qo'ying.